2025-yil 2-mart kuni Tojikistonda Parlament quyi palatasi Majlisi namoyandagonga saylovlar bo'lib o'tdi. Mamlakatning 6 siyosiy partiyasi parlamentdagi 63 o'rin uchun kurashdi. Saylov va referendum o'tkazish markaziy komissiyasi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston parlamentining quyi palatasiga 63 nafar deputat saylandi va bu o'rin uchun 238 nafar nomzod da'vogarlik qilgan. Parlamentdagi aksariyat o'rinlarni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon boshchiligidagi Hukmron Xalq demokratik partiyasi egallagan. Boshqa barcha partiyalar u yoki bu shaklda hukumat siyosatini ochiq qo'llab-quvvatlaydi va mamlakat siyosiy maydoniga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Tojikistonda saylov oldi poygasi, televideniyada qizg'in bahslar, jonli tashviqot bo'lmaydi. Bu mantiqan to'g'ri, chunki hukmron tuzumni na jiddiy siyosiy bahslar, na deputatlik mandatlari uchun haqiqiy raqobat qiziqtirmaydi. Tojikistondagi bu kabi soxta saylovlar avtoritar rejimlar uchun odatiy rasm-rusumdir. Tojikiston hukumatining barcha organlari oldindan e'tiborini hukmron partiyaning g'alabasiga qaratgan edi va yakuniy natija kundek ayon bo'ldi. Tojikistondagi saylov natijalari har doim diktator Emomali Rahmonga bog'liq bo'lib, u o'zining cho'ntak parlamentini nazorat qilishni qulay deb biladi. Musulmon mamlakatlardagi parlamentlar, hatto bu faqat nomiga rasmiy ravishda sodir bo'lsa ham, hukmdorlarga ishonch yoki ishonchsizlik bildirgan holda qonunchilik faoliyatini amalga oshiradi. Parlament o'zi ishtirok etayotgan masalalarda qonun ishlab chiqarishda, hukmdorlarga ishonch yoki ishonchsizlik bildirishda, parlament sayloviga nomzodlar ko'rsatish va deputatlikka nomzodlarni tanlashda ularga taalluqli shar'iy hukmlar mavjud. Bu parlamentlar islomiy bo'lmagan va hatto islomga zid bo'lgan qonunlar va tuzumlarni qabul qiladilar. Boshqacha qilib aytganda, ular islom dini qat'iy taqiqlagan kufr qonunlarini ishlab chiqaradilar. Islom uni Alloh taoloning hukmronligiga hujum deb biladi. Musulmonlarga kufr qonunlarini chiqaradigan kishilarni qo'llab-quvvatlash yoki saylash taqiqlangan. Parlament saylovlarida deputatlikka nomzodlarning ishtirok etishi va ularga musulmonlarning ovoz berishi man etiladi. Chunki bu haromga olib boradi. Shunday ekan, Tojikiston musulmonlari mustabid tuzum homiyligidagi soxta saylovlarga aldanib qolmasliklari kerak. Bu esa buzuq hayotni yanada uzun davom etishiga olib keladi. Musulmonlar mustabid tuzumni ag'darib, uning o'rniga islom qonunlarini o'rnatish orqali tub o'zgarishlarga intilishlari kerak.